Xayrli kech, men bugun sizlar bilan iPhone'ni powerbank zaryadini yomkisida tushiradimi yoki tushirmaydimi, yo iPhone'ni qizdiradimi yo'qmi, qanaqa powerbank yaxshiligini ko'rsatib o'taman. Videoni oxirigacha kuzatib boring, like va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bizda powerbank to'g'risi iPhone'ni zaryadini eng yaxshisi ham qizdirib yuborishi mumkin, lekin yomkisini tushirmaydi, lekin zaryadnikni suz beradi va telefonni qizdirib yuborishi mumkin maksimal darajagacha va qizdirgandan keyin har qanday iPhone ham yomkisi tushadi. Men o'zimni bu powerbankim iPhone'da o'zimnikini ham qizdirib yuboradi to'g'risi, lekin yomkisimni hali beri tushirgan yo'q. Lekin powerbankim juda ham yaxshi zaryad beradi. Sizlarga maslahatim, eng yaxshi powerbankni sotib oling qizdirmaydiganidan. Sizga maslahatim, powerbank iPhone'ni o'ziniki bo'lsa, xuddi mana bunday orqasiga yopishtirib zaryad oladigan bo'lsa, iPhone'ni yomkisini tushirmaydi va kamdan kam qizdirishi mumkin bo'ladi. Sizlarga maslahatim, kamroq powerbankga qo'ying, lekin iPhone yomkisini tez tushirib tashlaydi powerbank. Telefonni qizdirgandan keyin maksimal darajada bu powerbank qizdirib yuborishi mumkin. Menikini ham ko'p marta qizdirgan, 1-2 yomkis tushgan bo'lishi mumkin, lekin u darajada ko'p tushgan yo'q. Undan ko'ra telefoningizni original zaryadnikida zaryadga to'ldirib yurganingiz yaxshi, yoki kam bo'lsa o'chirib qo'yib zaryadnik bor joyga borib qo'ysangiz yaxshi. Maslahat beraman. Powerbank uzoq yo'lga yaxshi, lekin agar yomkisini tushmayman desangiz, ishlatmaganingiz yaxshi. Maslahatim shu sizlarga. Keyingi videolarda ko'rishguncha videoga obuna bo'ling.